Eko amaliyotidan so'ng ko'plab bemorlarimizda bo'ladigan holat bu transfer amaliyotidan keyin, ya'ni embrion transferdan keyin bir hafta yoki 7-8 kundan so'ng kam miqdorda surkalovchi qonli ajralmalarning kelishi. Bu holat o'ylashadi, homilam tushib qoldi, transferimda qo'yilgan bola tushib qoldi deb juda ham qo'rquvga tushib qolishadi. Ammo bu qo'rqinchli holat emas. Ko'plab bemorlarimizda bo'ladigan holat, ayrim bemorlarimizda bachadonga bola o'rnashayotgan vaqtda, ayrim bemorlarimizda qon quyuqligi hisobiga ham bu holatlar kuzatiladi. Agarda embrion transferdan so'ng sizda biroz qonli ajralmalar kelishi boshlansa, albatta siz shifokor ko'rigiga borishingizni tavsiya qilamiz. Chunki reproduktolog shifokoringiz oldinga albatta umumiy qon analizi, koagulogramma analizi va Clexane, ya'ni qon surtuvchi dori vositalarini olayotgan bo'lsangiz, anti-XA, ya'ni 10-faktorni, anti-omilini topshirib borishingizni tavsiya qilamiz. Chunki shu dori vositalarini, ya'ni qo'llayotgan barcha dori vositalaringizni sizga dozasi yetayotgani yoki yetmayotgani aynan shu analizlar orqali ma'lum bo'ladi. Va agarda sizda qon suyultiruvchi vositalar natijasida ham qoningiz quyilishi yuzaga kelayotgan bo'lsa, qon suyultiruvchi dori vositalarini dozasi oshirib beriladi. Ammo bu holat qo'rqinchli holat emas. Zudlik bilan shifokorga murojaat qilishingizni birinchi va eng asosiy belgisi hisoblanadi. Chunki reproduktolog shifokoringiz tomonidan agarda sizda qo'l-oyoq uvishishi, bosh og'rishi, uyqusizlik yoki qonli ajralmalarning kelish holatlari kuzatilsa, albatta ertalabda och qoringa klinikaga kelishingiz, koagulogramma, umumiy qon analizi, anti-XA analizlarini topshirishingizni tavsiya qilamiz. Hech qachon panikaga tushmang, dorilarni to'xtatmang. Chunki ko'plab bemorlarimiz bizda hayz keldi deb dorilarni to'xtatib qo'yishgan holatlari ham kuzatilgan. Ammo bu bemorlarimizda hayz kelish holati emas, balki homilador ekanliklarini dorilarni to'xtatgandan so'ng aniqlangan, ya'ni bizga murojaat qilishganda HGCni topshirishlarini tavsiya qilgan edik va homiladorlik aniqlangan. Afsuski, dori vositalarini to'xtatib qo'yishgani uchun bu juftliklarimizda homiladorlik oldinga surmadi. Ya'ni homiladorlik davom etmadi, aksincha homila tashlashga sababchi bo'lib qolishdi. Shuning uchun ham har qanday shikoyatlar bo'lishidan qat'iy nazar, albatta reproduktolog shifokoringizga murojaat qilishingizni va dorilarni aslo va aslo shifokor nazoratisiz to'xtatmasligingizni tavsiya qilamiz.